Mana o'sha Damas do'stlar, hozir bilasizlar, bitta video qo'ygandim. Damasni sotib, menga obuna bo'lganlarga tarqatmoqchiman desam, ko'pchilik otangga ber, qiynalganlarga ber deyapti. Endi o'zidan ruxsat ol deyapti. Aka, nima deysiz? Shuni ko'rdingiz? Kommentlaringizni ko'rdim dedi aka. Hamma otangga ber deyapti. Ko'pchilik o'zing hayda deyapti. Shunaqa. Endi men misol Damas nomingizga o'tkazib berdim. Endi maslahatim mana boya birinchi videoni qo'ydingiz-ku Damas haqida. Samarqanddan bir akamiz taklif yozdi. Men o'z ko'zimdan Trekkerga almashtirasanmi? Shu Damas trekkerga alishtirasanmi dedi. Shunaqa. O'sha trekkerga alishtirsangiz agar misol mana ko'p tadbirkorlarimiz bor, to'g'rimi? Ko'p tadbirkorlarimiz sizga misol homiylik qiladi, qiladi, reklama ustida ishlab, o'zingizda ishlang-da, harakat qiling. Bo'ldi endi. Yog'iga. Nima deysiz? Almashtirsam bo'ladimi? Rozimisiz aka? Ha, roziman, sizning nomingizga o'tirgan mashina. Inshaalloh o'zim dadamga zo'r mashina mindiramiz. Trekkerdan keyin balki boshqa tadbirkorlarimiz balki Malibu o'tishar, Taxo o'tishar, tadbirkorlarimiz ko'p-da. Mayli, Alloh yo'lda yursin, berishadi. Shunaqa qilamiz do'stlar. Agar xo'p desalaring, Samarqandga ketamiz. Pravasi bor odam chaqiramiz inshaalloh. Bu yog'i mana pravam yo'q. Dadamning ham pravasi yo'q edi. Eshitib, harakat qilish kerak. Tadbirkorlardan maslahat olib, balki reklamalar ko'p tushadi sizga. Men o'zim guvoh bo'ldim, to'g'rimi? Shu. Rahmat. Siz ishlang, addi shu. Xullas do'stlar, shu paytgacha hamma ishda sizlar bilan maslahatli qilib keldim. Sizlar tufayli shu natijalarga erishyapman-da. Nima deysizlar endi do'stlar? Yozinglar, ko'pchilik reklama olib, qiynalganlarga yordam qilyapti. Hammasini sizlar bilan maslahatli ish qilyapman.